Buzamiz uz jamoasi ancha yildan beri ishlashadi akalar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Buzamiz uz jamoasiga shapaloqlar bo'lsin. Mana shu negativlarni ham buzib tashlasanglar bo'lmaydimi, jigar? Doni chiroyli mahalla ekan. Ne uyi buzib tashyapsan? Mani bilasiz, loyiha ishlarida ishlayman, bizaman, chochaman, uraman, qamalaman aka. Ashish qoluvdi qilmagan. Bilasiz, akajonim, hurmatli obunachilar, qaranglar, uyni bizyapmiz. Hammaga mana shunaqa uyini bizib, chiroyli uylar qurish nasib qilsin. Mana okalarimiz kelishdi-da, endi uslugini qarang, zo'rligini. Kelishdi, uyni polni bizib berishyapti-da. Mana shu ostatkalarini, mana shu materiallarni taxlab berishyapti. Bu obsluga ekan. Bularda yana har xil obsluga bor ekan. Bizda mana 3 sotu bu yoqqa yangi hovli qurmoqchimiz, xudo xolisa va sizlarga sotamiz. Kimga sotardi boshqa? Okalar. Sizlar agar uylarni katta zdaniylarni bizish kerak, xizmatlari kerak bo'lsa, pastda atmetka qilib qo'yaman va nomerlikni yozib qo'yaman. Kelib, o'zligingizni bizib, kerak bo'lsa sizlarga material uchun pul ham tashab ketishar ekan va chang to'zonlasi chotki, akkuratni tozalab, chotki qilib ketishar ekan. Shuni kaltib berasizlar, aytganingizdek qilib ketishar ekan. Pastda atmetka qilib ketaman, mana 3 sotu hovli oluvdik, shuni bizomizni xudo xolisi bu yoqqa 3 ta urinlik quramiz Mirzo Ulug'bek tumanida. Yunusobodda ham bitta yerimiz bor, eski hovlimiz bor. Uni ham mash okalar biz beradigan bo'lishdi, katlavanga tayinlab beradigan bo'lishdi. Hurmatli obunachilar, mana shu videoga bitta like bosib, mana shunaqa uyini bizmoqchi bo'lganlarga, yangi uy qurmoqchi bo'lganlarga va quruvchilarga jo'natib qo'yinglar. Chiroyli narx qilib berishyapti va sizlarga uylarni bizib, materialni sotib olishar ekan. Zo'r, oka. Sizlarni uylarni bizib, xohlasanglar usluga qilib ketishadi. Qanaqa usluga? Bizib hamma stroy materiallarni alohida qilib ajratib ham berishar ekan. Dodam, mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.